Rossiyaga ketish uchun qachon biletni olgan ma'qul? Qachon arzon bo'ladi? Yoki bo'lmasam qaytish uchun qachon biletni olgan ma'qul? Bugun sizlarga bilet olishdagi barcha sinov-sir-sanoatu hamma sekretlarni, ya'ni ochib tashlaymiz. Assalomu alaykum. Sizlar bilan har doimgidek Murod Qodirov. Bugun bizda mehmon Timurbek Talavoldiyev. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Tanimaganlar uchun Timurbek mening ustozim bo'ladi. Bilasizlar, oldin men ekskavator sohasida Rossiyada ish olib borardim. Keyin Rossiyada spetsixnikalarga prova olib berardim. Hozir ham olib beryapmiz. Siz kimgadir spetsixnikaga prova kerak bo'ladigan bo'lsa, ana endi xudo xolasa bizda yangi proyekt aviakassa. Уже bir 4-5 oy bo'lib qoldi. Bu sohada ish faoliyati yurib boshlaymiz. Timurbek menga yordam berdi. Abdushi ana endi xudo xolasa sizlarga, ya'ni meni obunachilarimga Timurbekdan iltimos qilib qoldim. Qachon bilet olgan ma'qul? Qachon nima qilsa arzon bo'ladi, nima olib o'tish mumkin, nimalar olib o'tish mumkin emas. Bularni ham xudo xolasa video davomida sizlarga hammasini tushuntiramiz. Siz videoni boshlashdan oldin bir choyni olib turib, bemalol boshqa dunyoviy tashvishlardan yiroq bo'lgan holatda bizni kuzatishingiz mumkin. Demak, biz videomizni boshladik. Timurbek, sizga birinchi savol. Hozir mana o'sha sezon boshlandi. Ya'ni Rossiyaga ketish yoki bo'lmasam Istanbulga hozir bizga ko'ryapmiz. Ko'pchilik davlatlarga o'sha bizning odamlarimiz ishlagani boryapti, pul topgani. Qachon biletni olib qo'ysa arzon bo'ladi. Undan keyingisini ham xudo xolasa video davomida savollarimizga javob berib o'tsangiz yaxshi bo'lardi. Bo'ladi. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Men Timurbek Talavoldiyev, Murod og'a bilan birgalikda biznes hamkor desak ham bo'ladi. Xuddi bir insonmiz bu aviakassa borasida. Ana endi siz savolingizga keladigan bo'lsak, Murod aka, Rossiyaga ketish uchun aviachiptani aynan o'zi sezonni qarasangiz, fevral, yanvar, fevral, mart, aprel oyi. Уже dekabr oyida olib qo'yish kerak biletni. Dekabr oyida olib qo'ysa eng arzoni bo'ladi. Misol hozir biz aprel oyidamiz, bilet narxini qarang. Urganch, Sankt-Peterburg 5 million so'm, 6 million so'm bo'lib ketdi, lekin o'z davrida 2,5 million so'm, 2 million so'm ham borgan. Shunaqa. Shuning uchun Rossiyaga ketish uchun albatta dekabr, yanvar oyi, yanvardan o'tmang hurmatli yurtdoshlar. Dekabr, yanvar oyi bahorgi oylar uchun albatta aviachipta xarid qilib qo'ying, shunda arzon bo'ladi. Ana endi Rossiyadan qaytish, ya'ni O'zbekistonga qaytish borasida eng ma'qul vaqt bu avgust, iyul-avgust vaqti deb hisoblayman. Chunki yangi yilni hamma uyda kutgisi keladi, oilasi bag'rida kutgisi keladi. Shuning uchun noyabr, dekabr oyi o'ta pik darajaga chiqib ketadi. Ya'ni 6 million, 7 million so'm bo'lib ketadi. Rossiyadan, Sankt-Peterburgdanmi, Moskvadanmi, Rossiyaning qaysi hududidan qaytishdan qat'iy nazar juda qimmatbaho. Shuning uchun iyul-avgust oyi qishga qaytish uchun aviachipta xarid qilib olish kerak. Lekin bir narsani e'tiborda yodda tuting hurmatli yurtdoshlar. Arzon ekan deb bez bagaj aviachipta xarid qilmang. Uzoq muddatga aviachipta xarid qilishda albatta bagajli aviachipta xarid qiling. Chunki hozirda Uzbekistan Airways tartib qoidalarini o'zgartirdi. Bez bagaj, bagajsiz tarif yoki bagajli tarif emas, o'zi ekonom tariflarga bo'lib tashladi. Ana endi hozirgi kunda bagajsiz aviachipta oladigan bo'lsangiz, uni hatto sanasini o'zgartirib bilmaysiz. Ixtiyoriy qaytarib ham bilmaysiz. Uzoq muddatga aviachipta xarid qilganda albatta bagajli aviachipta xarid qilishingiz kerak. Timurbek, sizga navbatdagi savol. Hozir ko'pchilikda savol tug'ilishi mumkin. Qanaqa produktda deymizmi yoki nimalarni olib o'tish mumkin u, keyin nimalarni olib o'tish taqiqlanadi? O'zbekistondan Rossiyaga, keyin esa Rossiyadan O'zbekistonga. Shularni ham bizga obunachilarimizga tushuntirib o'tib ketsangiz. Albatta, Murod aka, qarang, birinchi navbatda bizning xalqimizning tabobatida ko'p qo'llaniladigan narsa bu isiriq hisoblanadi. Haqiqatda shamollash bo'lsin, boshqa kasalliklarga ham davo hisoblanadi. Isiriq, lekin bu narsa Rossiya hududida o'ta keskin cheklangan. Qo'pol qilib aytganda hatto narkotikga tenglashtirilgan bu narsa isiriq. Shuning uchun agar mabodo isiriq olib o'tadigan bo'lsangiz, siz Rossiya hududiga kirishingiz bilanoq sizni jinoiy javobgarlikka tortishlari mumkin. Ana endi ikkinchi masala nos. Nos ham asli mumkin emas. Nos ham javobgarlikka tortishadi agar yomonroq tekshiruvga tushib qolsa. Shuning uchun ehtiyotkorroq bo'lib olib o'tgan yaxshi yoki umuman olganda olib o'tmagan yaxshi bunday qaraganda. Keyin ko'p odam rushni qiladi, ya'ni qo'l yukida olib o'tadigan narsalar to'g'risida adashadi. Misol, sizda 100 mg dan ortiq suyuqlikdagi narsa olib o'tish mumkin emas. Hattoki sizni atringiz 300 mg lik
idishda turibdi, lekin u tagida ozgina qolgan. 100 milligram. Yo'q, u 300 milligramga keladi. Duxoyizda atrez shu yerda o'zi tashlatib yuborishadi. Idish ham o'zi ham 100 milligramdan oshmagan suyuqliklarni ruchnoy qiladi. Ya'ni qo'llikda olib o'tish mumkin. Shampun, keyin dezodorantni faqat surtadigani, dezodorant sepadigani ruchnoy qiladi olib o'tib bo'lmaydi, chunki yong'in chiqarishi mumkin. Yong'in chiqarishi mumkin. Undan keyin yana bitta boya savolimga javob berish bu efirda tashqarisida bo'ldi. Ya'ni 1PS deb yoziladi. Bu endi ko'pchilik biletda ko'rsangizda 1PS deb yoziladi. Mana shu ma'nosi nima? Bu bagajda endi to'g'ri ko'pchilikdan biladi. Bagaj bo'lganda qanaqa bagaj masalan bu ma'nosi? O'zi Uzbekistan Airways va boshqa aviakompaniyalarda o'zi ko'rsatilgan aviachiptada ko'rsatilgan bo'ladi. One PC, ya'ni bitta bo'lak yoki Istanbul yo'nalishida esa u narsa ko'rsatilmagan bo'ladi. Kilo yoziladi, 25 kilo, 35 kilo. One PC, ya'ni bitta bo'lakda siz bagajingiz 23 kilolik normativda bo'ladigan bo'lsa, bitta sumka 23 kilogramm chiqishi kerak. Faqat bir sumka, ikki sumka emas o'rtoqlar. Masalan, bir xillab tushunish mumkin-da. Ikkita sumkani olib turib, bo'ldi, ikkalasini ham bagajga topshiraman deb turib, ikkitasi bittasi 12 kilo, bittasi bo'lsa 11 kilo bo'ladigan bo'lsa, bunaqa mumkin emas. Yo'q, u bittaga solishadi. Shuning uchun e'tiborli bo'lib, aviachiptaga qarash kerak. Qanday normativda One PC turadigan bo'lsa, bitta sumka 23 kilogramm chiqishi kerak va ko'pchilik aviakompaniyalarda normativi qo'l yukida 8 kilogramm. Misol Pobeda qanotchoq aviakompaniyalarda qo'l yuki 5 kilogramm. Shuning uchun uchish parvozdan oldin albatta aviakompaniyaning normativlari haqida tanishib chiqishingiz kerak yoki aviachipta xarid qilgan joyingizdan albatta so'rashingiz kerak bo'ladi. Endi keyingi savol, hozir bizlarda juda ham ko'pchilik odam musofirdan turib kuzatishadi. Tabiiyki, men o'zim ham avval musofir bo'lganman. Endi ham xudo xolasa musofir bo'lamiz, xudo xolasa. Aytmoqchi edimki, kirdi chiqdi masalalari bo'yicha hozir savol berib o'tamiz. Bizda yaqinda yangilik bo'ldi. Mana xudo xolasa biz Timur akamiz bilan birgalikda, Timur akaning ham aviakassalari bor, bilmaganlar uchun, u ham Xorazmda nomerlarini yozib o'tib ketamiz. Shu yerda pastda ko'rib turgan nomerlaringiz shu Timur akani nomerlari bo'ladi. Pastda undan keyin meni nomerim ham 00 oxiri 0060 bo'lsa, shu meni nomerim bo'ladi. Shu nomerlarda Telegram, WhatsApplar bor. Timur akani ham shu nomerlarda Telegram, WhatsApplar bor. Maxlar ham bor, to'g'rimi? Telegram, WhatsApp, Viber, Vkontakte, imo, WhatsApp hammasi bor. Timur akaga telefon qilsangiz ham, menga telefon qilsangiz ham, xudo xolasa biz javob beraveramiz. Kirdish chiqish masalalari bo'ladimi? Boshqa joylarga qaraganda xudo xolasa inshaalloh bizlar harakat qilamiz shu narsani siz musofirlar uchun, siz obunachilarimiz uchun arzon narxlarda qilib qo'yishga xudo xolasa harakat qilamiz. Xohlasangiz boshqa joylar bilan solishtirib, nima qilib, undan keyin bizga telefon qilsangiz ham bo'laveradi o'rtoqlar. Hozirda bizlarda Sankt-Peterburg, Samara va xudo xolasa yaqin kunlarda Moskva va Samarani ham xudo xolasa yaqin kunlarda tashkil qilamiz. Bemalol siz уже telefon даже shu videoni ko'rayotgan paytda уже tashkil bo'lgan bo'lishi ham mumkin Moskva va Samara yo'nalishlari. Ya'ni Moskvada taksida borib 1 kun, 2 kun, 3 kun даже bir kun emas, 3 kun, 3 sutka vaqt yo'qotadi. Undan keyin charchaydi. U ham bilganlaringizda ko'p pul turadi. Даже biletda puldan ham qimmatga tushib ketishingiz mumkin. Shuning uchun yana qanaqa savollar bor? Aynan kirdi chiqdi xizmati borasida Murod aka, mijozlarimizga Tudobratning aviachipta xarid qilib beriladi. Va bizlarning transferchilarimiz, ya'ni Samaradan Qozog'iston chegarasiga olib boruvchi va Qozog'iston chegarasidan olib qaytuvchi transferchilarimiz Zal Ajdaniani o'zida kutib olishadi. U sarson bo'lmaydi, ya'ni yo'q, qayerga borsa aeroportdan chiqib qaraman mashinadan deb yurmaydi. O'zida kutib olishadi. Va o'zlari yana olib kelib kuzatib qo'yishadi. Iloji boricha yurtdoshlarimizni xavfsiz borib kelishini ta'minlashimiz asosiy maqsad hisoblanadi. Albatta. Fikringizga qo'shilaman. Keyin Murod aka, bitta narsada haligacha ko'pchilik yurtdoshlarimiz nima deydi, aynashmoqchilikka duch keladi, ya'ni bagajsiz aviachipta. Men sizga ham o'zi ish boshlagan paytda aytganman. Bagajsiz aviachipta mutlaqo qaytarishsiz. Ya'ni bez vazirat ruschasiga aytganda bez vazirat bo'ladi. Shunaqami? Xuddi shunday. Ya'ni bagajsiz aviachipta oldingiz va siz rejalaringiz o'zgardi. Bunda sizni pulingiz ko'pchilik aviakompaniyalarda, hammasida emas, ko'pchilik aviakompaniyalarda pulingiz 100% ga kuyadi. Shuning uchun agar siz rejalashtirib turgan ishlaringiz hali mavhum bo'ladigan bo'lsa, bagajli aviachipta xarid qiling, chunki shtraf asosida sanab ko'chirishingiz mumkin, shtraf asosida qolgan pulingizni qaytib olishingiz mumkin. Hattoki bez bagaj aviachiptani
sanasini o'zgartirib ham bo'lmaydi. Xalqaro reysda bo'lsin, ichki reysda bo'lsin, uni farqi yo'q. Shuning uchun hurmatli yurtdoshlar, bez bagaj aviachipta esda tuting, qaytarishsiz va o'zgartirishsiz. Aksariyat ko'pchilik aviakompaniyalarda. Endi yana bitta yangilik, ustozim mana shu Timur aka Tilomurodovni aviakassalarida yaqindan boshlab o'rtoqlar ota-onalaringizni xursand qilib, shunaqa bir ularga syurpriz qilmoqchi bo'lsangiz, ya'ni siz Rossiyada ishlayapsiz, o'sha yig'ib qo'ygan 1-2 so'm pullaringiz bor, ota-onam mazza qilib chet ellarda dam olib kelishni istasangiz, ya'ni ota-onam sayohatga chiqish shunaqa xohishingiz bo'ladigan bo'lsa, Timur aka o'zingiz bir tushuntirib bering, yaqinda turfirma ochdilar, xudo xolasa qanaqa bo'ladi? Nima hammasi o'zingiz tushuntirib bering. Bizlar xudo xolasa nom o'ylab turibmiz. O'sha nom top deganimizda bo'ladi. Hozirda bizning aviakassamiz nomi Uzmobile aviakassa bo'lsa, shundan uzoqlashmagan holda nom o'ylab qo'yamiz. Yaqinda yangilik e'lon qilamiz. Chet elda yurgan yurtdoshlarimiz ota-onasini sayohatga yubormoqchi bo'lsa, albatta ko'rsatilgan raqamlarga murojaat qilgan holda yoki Instagram, Telegram profillarimizga murojaat qilib, bizlardan tur paketlar haqida ma'lumot olishi mumkin. Misoli, Ozarbayjon Naftalan sanatoriyaga jo'natishi mumkin ota-onasini. Ko'pchilik odam, o'sha ko'pchilik yoshi kattaroq odamlarga Naftalanni maslahat berasiz, to'g'rimi? All inclusive bo'ladi. Ya'ni hammasi tуда обратный bileti, Naftalanga borish qaytish transferi, Naftalanda 3 mahal ovqatlanishi, hammasi ichida bo'ladi. Undan tashqari bizlarda Xorazmda yoz issiq Pro Max bo'ladi. Ya'ni jazirama issiq bo'ladi. Shunaqa. Yozda salqin joyga borgangiz kelsa, Shveysariyaga borgangiz keladi, lekin aynan Shveysariya o'ziga bizga viza kerak bo'ladi. Sizni misol uchun vizasiz Shveysariyaga olib borishim mumkin. Ya'ni Turkiyada joylashgan Trabzonga. Bitta sportivkada yuradigan salqin, vlajniy zo'r havo bo'ladi. Uzunko'l, Adir qalasi va boshqa joylarga boradilar. Bepul ekskursiyalar ichida, undan tashqari Gruziyaga borishlari mumkin va har sezonga qarab, masalan, Tailand, Vyetnam, Sharm el-Shayx mumkin bo'lgan barcha davlatlarga tur paketlarimiz mavjud. Asosiysi bizlarda Fox Murat aka yolg'ondagi skidkalar emas, yaxshi servisga qaratilgan. Men o'zim telefonim doimiy ishlab turadi, 24/7 aloqadaman. Mijozlarimizda qandaydir muammo bo'ladigan bo'lsa, safar paytida, hatto bizda aviabilet yoki temir yo'l bilet xarid qilgan paytda qandaydir muammo bo'ladigan bo'lsa, joyda hal qilamiz. Imkon qadar. Endi qarang, Timurbek, endi ustozimsiz, men sizga bir narsa deya olmayman. Endi yaxshi bo'lardi agar mabodo shu Murod Qodirov kanalidan sizga o'g'rachalarim chiqib murojaat qiladigan bo'lsa, mana shu tur paket bo'yicha ota-onani xursand qilish bo'yicha, endi bilasiz, hammasi musofirda, endi u yerda oson emas. Ota-onasini xursand qilish uchun biletlarni xarid, shu tur paketlarini xarid qilayotgan paytda shu chegirmalar qilib bersangiz, aynan meni obunachalarim uchun xursand bo'lgan bo'lardim. Albatta, chegirma qilamiz. Chegirmadan tashqari ota-onalari juda ham xursand bo'lib qaytadigan sharoitlarni ta'minlab beramiz inshaalloh. Timur aka, bizlar 5 oy davomida ko'ryapmiz har xil odamlarni, har xil telefon ilovalaridan, aviakassalardan, ya'ni aviabiletlar olib turib, shunaqa vazirat qilish kerak bo'lgan paytda qiynalib qolyapti, даже bizga kelyapti, harakat ko'ryapmiz, yo'q, shunaqa tugmalari ham yo'q. Ularda nima maslahat berasiz shunaqa agar telefon ilovalaridan foydalanib oladigan kuzatuvchilarimizga? Birinchi navbatda telefon ilovalaridan xarid qilayotgan jarayonda tajribangiz bo'lsa xarid qiling. Yo'q, agar tajribangiz bo'lmaydigan bo'lsa, albatta biz aviakassalarga murojaat qilishingiz mumkin. Chunki aytib o'tganimdek, aviachipta xarid qilgandan keyin muammoli vaziyatlar bo'lishi mumkin. Ya'ni birinchi navbatda ko'pchilik chet el safariga, ya'ni misol Rossiyaga yosh bolasi bilan, 2 yoshga to'lmagan farzandi bilan uchadigan bo'lsa, bolasiga bilet olish esdan chiqib qoladi. Bunaqa payti telefon ilovalari orqali qo'shib bo'lmaydi. Bunday paytda bizga kelsa, o'zimiz farzandi uchun onasi yoki otasini yoniga qo'shib qo'yib biletni yozib beramiz. Shunday muammolarga duch kelmasligi uchun albatta bizga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Ko'pchilik telefon ilovalarida robot bo'ladi. Robot muammosini, vaziyatini tushunib harakat qilmaydi. Shunchaki birinchi navbatda javob kelmaydi, vaqtida hal bo'lmaydi. Mijozimizning aviachiptasi kuyib ketishi mumkin. Bitta harf yanglishadigan bo'lsa ham, o'zi pasport seriyasida yoki ism familiyasida bitta harf adashadigan bo'lsa ham shtraf to'laydi. Bizda esa u narsa 1000 marta tekshirilib keyin yoziladi. Agar xato bo'lsa ham joyida to'g'rilanib ketiladi. Keyingi savol, bizda hozir xorijda, ya'ni musofirda yurgan birodarlarimiz bor.
onlayn bilet olish tartibi qanaqa bo'ladi? Endi agar bizlardan olmoqchi bo'lsa, shu to'g'riga ham bir batafsil ma'lumot berib o'tib ketsangiz. Juda to'g'ri aytdingiz. Onlayn bilet xarid qilish borasida sizda ham, menda ham Telegram, Viber, hamma messenjerlar mavjud. Birinchi navbatda shu messenjerlar orqali aloqaga chiqsangizlar, to'g'ri tanlangan vaqtlar va yo'nalishlar asosida onlayn aviachipta xarid qilib beramiz. Shaxsan Murod aka, tajribamizni ham bilasiz. Bizlardan Amerikadan turib ham, Yevropadan turib ham, hatto Xitoy, Yaponiyadan turib ham onlayn aviachipta xarid qilishadi. Qaytish uchun, borish uchun, hattoki o'zimiz ko'pchilik turistlarga ham xizmat ko'rsatganmiz. Boya ham hindistonlik bir qancha ko'zingiz oldida bir qancha turistlarga xizmat ko'rsatdik. Ular o'zi Uzbekistan Airways saytidan bilet olgan, refund qilib bilmayapti, ya'ni aviachiptasini qaytarib bilmayapti deydi, sanasini o'zgartirib bilmayapti. Qo'limdan kelgancha gaplashib yordam berdim. Tajribamiz onlayn aviachipta xaridi bo'yicha tajribamiz yetarlicha, chunki siz ham, men ham malakali, bilimli ustozlardan bilim olganmiz. To'g'ri. Demak, endi videomiz yakunida shuni aytmoqchimizki, agar sizda qanaqadir bu yerda hozir gaplashilgan mavzular ichida sizni savolingizga javob topmagan bo'lsangiz, o'z savolingizni izoh qismida yozib qoldirishingiz mumkin. Xudo xolasa Timur akadan yana bitta iltimos qilamiz. Shu bo'sh vaqtiga qarab nasib qilsa, ushbu savollaringizga javob berib o'tamiz. Video oxirida xudo xolasa Timur akani WhatsApp, Viber, Telegram hamma narsa aytganidek hamma messenjerlar bor. Timur aka deb turib pastiga nomerlarni qo'yamiz. Xohlasangizlar Murod aka bizga telefon qilsangiz ham, Timur aka telefon qilsangiz ham farqi yo'q. Xohlagan odamingizdan bilet olishingiz mumkin. Bizni ham ikkalamiz ham shunaqa internetga bog'langan. Hozir ko'pchilik joylarda WhatsApp, Telegram ishlamayapti. Hozir ko'pchilikda Max ishlayapti. Bemalol Max ham bizga aloqaga chiqishingiz mumkin. Demak, mana shu videoni yaqinda safarga otlanayotgan yoki bo'lmasam otlanmoqchi bo'lgan tanishlaringizga yuborib qo'ysangiz, inshaalloh manfaatli bo'ladi. Videoni saqlab qo'ying va albatta Xudo xolasa sizga vaqt kelib kerak bo'lib qolishi mumkin. Timur aka, sizga kattakon rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Shunaqa qimmatli vaqtingizni ayamasdan bizning obunachilarimizga shunaqa qimmatli ma'lumotlarni berganingiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, hurmatli vatandoshlar. Salomat bo'ling.